Bichara mushukimni men bek uzoq qiynab ekanman. Anaqa oldingi mezmunimni qarab baqsang bo'ldi. Qizli ko'ylakda zo'p ishlagan bir mezmunim bor, seriq mushukimni. Tashlab deymi yoki boqaymi deb. Ay shu mushukim, bizning Ostoncha xotida kelganchu. Hozir hisobda 2 yil qadam qo'yay dedi. Bu mushukliqi erkak mushuk bo'lgandan keyin talog'i chiqib, erkak mushuklar bilan tul urushib, kecha-kecha talashib qildi ekanda. Erkak mushuklar bir-birini mana tigatlab başta urushga qarshi ekan. Anda bu mushuk işte taladalik boshqa mushuklar bilan uchrash jarayonida hamda qanday sarkardan bo'lib ketgan mushuklarda asos jatdan qanday motion deb qo'yganmiz. Qichqaq, hammalar qichishib mushuk, tishlab, shu qo'llarini, putlarini tishlab hammalarni shu tuklar tushib, qizirib, biz qo'limizni meshkiga qilib olgandek, işte qizirib ketadi ekanda, tuklar tushib. Başta mana bundan başlanırken kema kaldısından kulaklarını tatlıp başta kaldıkken. Bu müşküle işqilib memiş birinci ayının yazı işqilib içeceğimigen doğram az kaldı. Amma işlerini çıkıştırıp kettim. Lekin hem de o amma işlerininki ağzını tötkoy yuqırsa 30 neçe koyuq içirip baktım. Bu müşk bağançalık darını bülüp kaldı. Hatta göşünün qetiği istaqımda mecib bəsəmi bu bülüp gitip hatta göş yeme salat götüp ketdi. Bek göş qamıraq müşkdə. Bu yer nim demekçi degan vaqtda bu mushukni biz Allohda ammoshli ichirishga biz o'p ketdik-da bu mushukni. Yama yerib ketdik. Amal qanmadiylik mushuk bir nima yegiz uchun. Shunda qanday bo'ldi desanglar bu mushuk o'zichdan bir tuxum berib qoldim-da. Mushukni o'ttasam sapana deganda panzi tuxum batdi. Da qolganda tuxumni chikiblam, asosiyati tuxumni pishirib, serig'ini berdim buning. Lekin u kunsi xo'sh yaxmay tuxumni chikiblam piyolamda elishtirib berdim. Bo'lsa mut ichib ketdi-da bu. Va bulg'ashganda ich bo'lib qolib turganda yana bir chikib berdim. Chikib bersam ichdi-da bu mushuk. Shunda bu mushuk uda men 15 kunda kun 2 taldan tuxum berdim. Ve çiğsnamda 2 tuxum chikib bersam bu ichiverdi-da. Bu mushuk 15 kun o'tgandan keyin tuklari bek tushdi, karavotdan ko'g'ilmaydi. Biroq tuklar paqirab, beliqi dadam degaviye bu mushuk o'lib ketdi deb. Mondayalar uchun mushuk qo'llari, putlarini tishlab naq qildigan bo'lsa, qichqaq chidab bo'lamaydilik mushukchu. Bundaq qilib ketadilik bichar mushuk. İçi mag'riydilik mushuk o'zini bir tishlab, qichqidigan ayollar bir besiq quzg'icha 20 soat ketdi. 15 kundan keyin qarasam bu mushukni tishlaydigan qichqidigan ayollarmi tugabdi. Anaki manda putlari qarasam bu mushukniki. Dili qizirib, beli qichib ketganlarning hammasi chiroyli tuk chiqib bu mushuk qichiq o'ngishibdi. Nima demakchi degan vaqtda bu mushukning osh qichig'iga tuxum paydo qilibdi. Shuning aslim darab jumay tuxum ichiringlarjimi? Qichiqqa qolib ketgan. Shuning bilan bu mushukni men kuzatdim. Tuxum berib kuzatdim. Qarasam bu mushuklar o'zini qashlab, qichiqaylarni tishlab unda azoblanib ketmadi. Mush tuxum paydo qilibdi. Bitta mushuk shu 15 kun jarayon tasqalda 3 penz tuxum ichib boldimki. Muz videolarım anam gözüm tıllaydı hazır. Anam qaqshab qaldi, chiqib, "Menga bermaysizlar, mushuk berisizlar" deb. Amra qo'yib qopdan dedik. Hozir bu mushuk atganchi kelsa, atsi yana bir kun o'tib chirdi. Kun 2 kun tuxum ichib, hozir tuxumni o'ylab chiqatdimki, lekin ash tuxum ash mushukning qichqa paydo qilibdi. Mushukning og'rib qolsa tuxum beringlar, ash xam tuxumni seriq qo'la yaqin elishtirib bilan bersanglar mushuk bek paydo qildi ekan-jimi. Men onu 7-8 yil mushuk beqib, tunji qatam bir o'zim qo'llagan bir tabiiy retsept desam bo'ldi. Tuvban fa. Bu ekipmegen nas az qoldi bu mushukka, ammo shilin ash to'rda izlab shimmetiydan deymiz, vitaminsi B6 yesa tukishmaydi oq degan. Ammo lekin bichar mushuk uni ichirib bo'lolmay qanday qildim? Misol yo'lda kelib sukidi, yo'lda kelib suksam bu mushuk qanday qiladi desanglar? Sükep boğuç, aptap beriplam, ay simnut kalasın sükeplam, yotna bikaq etip bağan. Urup kettim, ne çıqattim. Nemda qilsa sen saqyam deki demiş taqib ketadim deb. Aptuq süksek yotna ilqa tüküyülüp qalsam, işteklam, yalap qurdim deb aldıra etken. Yotni yalap bir kemke qazib, qilib jürat qayliq mushuk qo'rqdi böytü. Bir mushukning bir qichqaqqa bir tuxum paydo qilib qoldi ekan. Dardan azan to'xtadi, 5 pens tuxum 13 ko 14 koy bo'lgandiki, bir dardan chiqsam 15 ko 17 koyga chiqma. 2-3 kundan tugab bo'ldi. Uning o'rniga go'sht olmasam texi. Yomon azoblandim, go'shtga millab bersam, mushuk yemayotgan, go'shtni yemayotgan.
Mani işte müşk ağırıp kalganlar bolsa, saqaytamat kalıp qasıp, o doğru elip, mavtiyo elip, müşkning türlük doğrularını elip müşkke unda keselde olayma deme. Aşın sınak qıp beqanlar, müşk ağırıp kalganlar. Ma paydalanıp qalsаңlar bo'ldi ekan deb o'zimning 5 o'tgan narsa so'zlab turatma, ichim pishib qolmadi. Men müşk beqib kunab qolgandim. Müşk ağırıp qalsın o yamda bir yeri qichqaq bosib qalsın, bir yerini tatlasmaydim, shunda bearam bo'lib qoldi ekan. Shuningga men paydalanib qilgan deb chiqadim jima.